Xuddi shu usulda 1 yildan beri baton non tayyorlayman. Shu paytgacha hali biror marta meni uyaltirib qo'ygani yo'q. Keling, unda sizlarga ham bu usulni o'rgatib qo'yaman. Ishimizni iliq sut, shakar, tuz, droji solib aralashtiramiz. Neylidan o'tkazib, o'simlik yog'i, sariyog' qo'shib, yumshoqini xamir tayyorlab oshirish uchun jo'natamiz. Bu vaqtdan foydalanib, uyimizda topiladigan barcha chiriq bo'lgan qoshiq deysizmi, vilka deysizmi, hammasini qaynash arafasidagi suvga soldim va ustidan Bavi Super очистителlarini qo'shdim. Qaynoq bo'lganiga reaksiyaga kirishib, chirklarni tezda tushirib yubordi. Ko'rib turganinglardek, Bavi bilan hamma narsa yaltirab qoladi. Bavini shahrimiz do'konlaridan topsangiz bo'ladi. Shaxsan o'zim 1 yildan beri foydalanaman va sizga ham tavsiya qilaman. Endi bo'lsa, oshib olgan xamirlarimizni teng 2 ga bo'lamiz. Qaynab turgan suv ustidan baton nonlarni solamiz. 30 sekund suvda ushlaymiz. So'ngra pergament qog'oz ustidan batonlarni qo'yib, choq yordamida shakl beramiz. Kunjut bilan bezatib, pishirish uchun duxovkaga jo'natamiz. Shunaqangi yumshoq, bir hafta tursa ham qotib qolmaydigan baton nonimiz tayyor. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.